40 yil oldin onam rahmatli qatnashganlar. O'shandan bir ma'lumotim bor edi, lekin hech kelishga vaqt bo'lmagan edi. Bundan 35 yil avval Norbekovni o'zlarini mashg'ulotlariga qatnashgandim. Bu kursni ajoyibligini men shu yerga kelib bildim. O'zi inson uchun oddiy narsa, lekin sog'lik uchun juda qimmatli narsani anglab oldim. Mana 10 kundan beri biz ham Norbekovni sog'lomlashtirish markazida ilm olib dars oldik. Sog'lomlashtirish markazini ko'pdan buyon YouTube'da kuzatib borardim. O'z asli betga meni kelishimga sabab eng kenja farzandni olib kelish maqsadidan nima qilganim, men u nima bo'lmagancha o'zim qatnashdim betga kelib. Bu yerga kelganimda men pensionerman, dangasaman, hech nimaga ulgurmayman, emilimda ishlayman, emilimda hech nimaga yutuqqa erisha olmayapman. Mana shu yutuqlarga erishish maqsadida kelganman. Men bir narsani misol qilib aytmoqchiman. Bir qizimni 3 ta farzandi bor. Ikkitasi shamollasa tomchi olmasdan yaxshi bo'lmardi. Bitta qizi bitta parashok bilan yaxshi bo'lib ketardi. O'sha qizi doimiy kulib yurardi-da. Uydagilari katta qiz uchun endi tiljayman, muncha kulasan deb urushardi-da. Endi bilsam u shuning uchun shunday ekan. Qonini o'lchasa 120 chiqardi o'sha qizning doim. Bularning past chiqardi. Endi shu yerga kelib men shuncha angladim, shu kulib yurgani sababi ekan o'sha nevaramni. Men o'zim yaxshi natija oldim bundan. Sizlarga rahmat. Qanday yo'nalish ekan deb kelganman. Mana kelgandan beri ko'rdimki, haqiqatan ham dori-darmonsiz shifo topsa bo'lar ekan. Shunga amin bo'ldim, negaki kechalari uxlamaslik, g'am, tashvish bizni qalbimizni shunchalik chuqur egallagan ekan, shu g'am, tashvishdan biz qutulolmay yurgan ekanmiz. Odamlar aytdi, doktorim aytdi, hech qanaqa bu kasallikda insulinsiz yurolmaysan, boshqa deyishdi, lekin agar xohlasa, inson organizmi xohlasa, bu sahr kasalligi tugul, rak kasalligi, insonlarda qandaydir og'irlik kasalligi albatta buni yengish mumkin ekan. Lekin inson o'zida bitta qat'iyatni, ishonchni, irodani qo'yish kerak ekan. Men ustozimiz Ahadjon Qo'shaq domlaga Allohning roziligi bilan minnatdorchilik bildiraman. Meni sog'lom qilib Qo'qonga jo'natyapti turganlar, inshaalloh meni maqsadim bor. Qo'qonda hech qachon bitta kasallik qolmaydi. Men inshaalloh shu domlalarda Norbekov mana shu akademiyasini inshaalloh Qo'qonga markazini niyat qilib qo'ydim. Niyatim albatta amalga oshadi. Davolanish imkoniyati borligini hammaga aytishimiz kerak. Chunki biz butun xalqimizni dunyodagi barcha kasalliklarni davolash uchun dorisiz mana shu markazdan davo topib ketib yaxshi bo'lgan insonlarimiz. Mana shu bosh og'rig'i va oyog'imda tomir tortish kasalligi, ko'kragimda og'riq bilan kelganman. Xudoga shukr, mana 10 kundan beri kayfiyatim a'lo. Mana shu og'riqlarim qoldi va hammaga taklif qilaman mana shu markazga kelib davo. Norbekov markazining yetakchi mutaxassislaridan Ahadjon Qo'shaqovdan juda minnatdorman. Chunki har bir mavzularni juda chiroyli, maromida har bittasini erinmasdan yetkazib berdilar. Minnatdorman. Ilohim hamisha Allohning o'zi kifoya qilsin. Ilmingizga, bilimingizga Allohning o'zi rivojini beraversin. Shunaqa elimizni, yurtimizni sog'lomlashtirish maqsadda shunchalik hissa qo'shyapsiz. Alloh o'zi kuch-quvvat bersin, topganingizga baraka bersin, ilmingizga, bilimingizga baraka bersin. Endi ana shu bitta tabassum bilan rasmga tushamiz. O'sha tabassumimiz bizning xotiramizda qoladi. Har ko'rganda eslaymiz sizni. Chiroyli darsni o'tkazib, har bittani erinmasdan jarayonlarni yetkazib berdi. Minnatdormiz. Va men yana hammaga taklif qilaman, betga kelgan odam hech qachon afsuslanmaydi. O'zingiz uchun, o'zimizni sog'lig'imiz uchun, chunki biz endi kerakmiz farzandlarimiz uchun, ularning nimasi uchun. Chunki ota-ona hamisha bo'lsa davlatingiz ustingiz turganday bo'ladi. Chunki biz mana o'zimiz ota-ona bo'lganimizdagi ota-onamiz qadrini yetdik. Aktava holatidagi 17 yoshdagi men tabassum qilsam metrodagi hamma insonlar tabassum qilayotganini his qildim va men hamma narsaga ulgurayotganimni his qildim va o'zimni yosh energichniy his qilyapman va meni ko'zimga hamma insonlar chiroyli, yosh va energichniy. Faqat men kulmay yurganimni his qildim shu paytgacha.
Va yana bitta orzuyim Norbekov domlani ko'rmoqchi edim. Xudo xolisa. Ahadjon domlaga kattakon rahmat. Rahmat hammasi uchun.